Ro'za paytida bosh og'rig'i nega kuchayadi? Tibbiy kuzatuvlarga ko'ra, mazkur holatning eng keng tarqalgan sababi suvsizlanishdir. Kun davomida suyuqlik qabul qilinmaganda qon hajmi biroz kamayadi. Bu esa miya qon tomirlariga ta'sir qilib, og'riq reseptorlarini qo'zg'atadi. Shu sababli shifokorlar iftorlik va saharlik oralig'ida suyuqlikni birdaniga emas, bo'lib ichishni tavsiya qiladi. Ro'za boshlanishidan oldin muntazam qahva yoki choy ichib yurgan odamlarda bosh og'rig'i ko'pincha kofein yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'ladi. Nevrologiya bo'yicha kuzatuvlarga ko'ra, kofein qon tomirlarini toraytiradi. Uni birdan to'xtatganda tomirlar kengayadi. Bu esa bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Ushbu jarayondan kelib chiqib, mutaxassislar kofein qabul qilishni bosqichma-bosqich kamaytirishni tavsiya qiladi. Ovqatlanish rejimi keskin o'zgarganda qondagi glyukoza darajasi vaqtincha tushishi mumkin. Miya energiya sifatida asosan glyukozadan foydalanadi. Uning keskin pasayishi bosh og'rig'i, bosh aylanishi va holsizlikni chaqirishi ehtimoli mavjud. Tibbiyot vakillari saharlikda faqat shirin yoki oq undan tayyorlangan mahsulotlar emas, sekin hazm bo'ladigan uglevodlar, oqsil va tolaga boy mahsulotlar iste'molini tavsiya qiladi. Bu glyukoza darajasining barqaror saqlanishiga yordam beradi. Saharlikni to'g'ri tashkillashtirish orqali ro'za vaqtida yuzaga keladigan bosh og'rig'ini ma'lum darajada kamaytirishingiz mumkin.